Achchiqning xatosi bo'lmas, yomonning oshnasi bo'lmas. Achchiqni kesar, arzonchi bolalar narxlarni sindirar. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Arzonchi bolalar narxlarni sindirishda davom etadi va dalsh yana sindiradi. Orqamda turgan jentrani obzor qilaman. Arzonchi bolalar kanalimizda shunaqa dahshat, asal, chiroyli mana jentra kelib qoldi. Oppoqqina shiringina jentramizni ko'ryapsizlarmi? 2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka elegant plus bo'ladi. Laboylar butun ekan, lyuklar ishlab turibdi, ABS'lari bor. Tonirovkasi bor ekan, lekin ruxsati yo'q ekan, o'tgan ekan. Yana originaldan o'zinglar uchun yana qilib olasizlar, bemalol ruxsatini olib olasizlar. Salonga kelsak, salonlarni ko'ryapsizlarmi? Bir tekstur ko'ryapsizlarmi? Ichini qaranglar. Hop, elegant plus mana abagrefi bor, avtomat korobka, yangicha maytofon qo'yib qo'ygan, konditsionerlari hamma yo'q ishlab turibdi. Lyuklari ham ishlab turibdi. Chexollari ham yangicha turibdi. Akkuratni poliglari bor ekan. Probeg kelsak, probegi 128 ming bo'lgan ekan. Holati yomon emas, lekin mashinamiz benzinda. Ko'ryapsizlarmi? Qana turib tosh-posh tegmagan, ballonlari ham pastga yangi ekan. Xullas, ko'ryapsizlarmi? Nima bu? Foylimisizlar? Shunga ham bo'lgan ekan. Oka, motori qanaqa ishlayapti deydiganlar uchun. Ko'ryapsizlarmi machigini? Motor changini ko'ryapsizlarmi? Bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Holatini qaranglar, bir tekis ishlab turibdi mashina. Baribir oppoq, jentra baribir boshqachada. Ko'ryapsizlarmi? Tonirovka bilan baribir tekis turibdi. Baribir katta bolalar yaxshi ko'radi. Nima bo'lsa ham, qapga bo'lsa ham to'y bo'ladimi? O'tirishlar bo'ladimi, tog' bo'ladimi? Mana bundan buyoqqa tog' boshlandi. Mazza qilib oqib ketasizlar. Xullas, ayrilganni ayiq yer, bo'linganni bo'ri yer. Ayrilgan yo'lda qolar, bo'lingan do'lda. Xullas, bu mashinamizni Bezdikka qanchaga berib yuboramiz? Oppoqqina jentramizni ayrilib qolmanglar. 9900. Eshitdinglarmi? Yaqinroq aytaman. 9900 ga berib yurar ekanmiz. Bosib boringlar.